O'smir yulduzning shaxsiyatidagi masala. Hey, Guki, bu yoqqa chiq. Jixun haqida yangiliklarda gapirishyapti. Bahs-munozaralar hali ham davom etmoqda. Maktab formasi modeli Shin Jixunning yaqinda sigaret chekkan rasmi tarqaldi. O'zi Jixun qanday talaba edi? Bu narsa qachondir sodir bo'lishini bilardim. O'qituvchilar unga indashmaydi, chunki u maktabda yaxshi o'qiydi. Lekin aslida u umuman boshqacha. Undan tahqirlangan talabalar juda ko'p. Buni tomosha qilayotganlar endi Jixunga hech qachon ishonmasa kerak. Axir hammasi yolg'on. Bunday qilishga uning nima haqqi bor? Uning ismi oshkor bo'lmadi. Lekin intervyu bergan qiz kim? U Jixunning muxlisimi? Tayyor. Taqqoslash uchun yuzimning bir tomonini bo'yadim. Xo'sh, chiroyli chiqdimi? Ikki tomoni ham chiroyli, shundaymi? Hozir bir daqiqa. O'ylaymanki, makiyaj sizga yoqdi. Demak, like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun zarur. Keyingi uslub qanday bo'lishini xohlaysiz? Sharhlarda yozing. Xayr. U menga sudga berishni aytdi. Ular menimcha suratning uydirma ekanligini aniqlashgan. Endi men nima qilaman? Seningcha hammasi yaxshi bo'ladimi? Keyin mening televizorda chiqishim tasdiqlanadi, shundaymi? Xavotir olma, men bu haqida bir og'iz ham gapirmayman. Bu men bilgandan keyin emas. Sen bo'yoqsiz juda badbasharasan. Qoshlaring qayerda? Uning bo'yoqsiz yuzini qaranglar. U firibgar. Sen bunga loyiqsan. Hoziroq tashqariga chiqa olasanmi? Yaxshimisan? Ha. Sen yozgan tushuntirishlar sababli aybdor qo'lga olindi. Aslida qanday bo'lganini hech kim bilmasdi. Men hech narsa qilmadim. Kalmin hammasini uddaladi. Aytgancha. Tug'ilgan kuning bilan bilarmiding? Albatta. Hali ham kech emas deb o'yladim. Bo'la qol, uni ochib ko'r. Bu senga yoqqandi, to'g'rimi? Qayerdan bilding? Sening yuzing hammasini aytib turgandi. Lekin o'shanda pulim yetmasdi. Ha, shuning uchun sen model bo'lgan ekansan-da. Ha, lekin endi men buni qilishni xohlamayman. Bu gaping to'g'ri.
Bu xato endi takrorlanmaydi. Men allaqachon charchadim. Jixun, buni menga taqib qo'ya olasanmi? Bo'ldi. Xo'sh, qanday ko'rinyapman? Juda chiroyli. Oh yo'q, men nima qilishni bilmayman. Tishlarimni yuvganmidim. Hogohi, qayerdasan? Nega telefoningga javob bermayapsan? Menga tezroq javob ber. Men va dadam u yerga borishimizni xohlaysanmi? Bir daqiqa. Nima xohlaysiz? Men do'stlarim bilan birgaman. Do'stlarmi? Balki yigiting bilandir. Shoshil va tez uyga qayt. Axir hozirgina chiqdim-ku. Menga baribir. 10 daqiqada uyda bo'lmasang, dadam bilan orqangdan boramiz. 10 daqiqada qanday yetib boraman? Nega menga bunday qilyapsiz? Bo'la qol, vaqt ketdi. 1, 2, 3. Nega aynan bugun mana shunday qilish kerak? Bu sening akangmi? Nima? Meni dadam qidirayotgan ekan. Uzr so'rayman, men ketishim kerak. Rostdanmi? Mayli, unday bo'lsa shoshil. Ehtimol hech narsa emasdir, qolsammikin. Lekin dadang seni qidiryapti. Seni uyingga olib borib qo'yaman. To'g'ri, men ketishim kerak. Qani ketdik. Kira qol. Avval sen birinchi. Yaxshi. Men rostdan ham ketyapman. Seni qidirishga ketayotgandim. Qayerdan bildingiz? Nimani? Qayerga ketganligimni? Nima, siz meni kuzatib yuribsizmi? Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan. Bu nima qilganingiz? Axir bugun tug'ilgan kuning-ku. Bunday qilmasligimiz kerak edi. Axir uning yigiti. Tezroq bu yerga kel. Shamlarni pufla. Tug'ilgan kuning bilan. Bu senga. Tug'ilgan kuning bilan qizim.
Ovqatlanishni bas qil, hozir qorning chiqib ketadi. Men 17 yoshdaman. Bu tug'ilgan kun mening hayotimdagi eng yaxshi tug'ilgan kundir. Jihun, men juda xursandman. Sen ham baxtlimisan? 얘 건드리면 저도 더 이상 안 참아요. 얼굴은 완전 숭숭숭숭한데 쌈딱이야. 지훈이 경찰서에 잡힐 때 이제 갑지은도 끝난 거지 뭐. 개소리도 참 공들이 한다. 내가 해결해 줄 수 있는데 지훈이랑 헤어져. 내 폰이 어디 갔지? 지금 잃어버리면 안 되는데. 이제 난 믿어 날 믿어 이전에